Ijtimoiy tarmoqda turli muhokamalarga sabab bo'layotgan holat aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. Qisqa tutashuv esa hozir siz ko'rib turgan ushbu qurilmadan kelib chiqqan. Mutaxassisning ma'lum qilishicha, ushbu podstansiyada yangi qurilmalarni o'rnatish ishlari amalga oshirilayotgan bo'lgan. Transformatorni sinovdan o'tkazish jarayonida yuklama ko'p bo'lganligi sababli ushbu qurilmada nosozlik yuzaga kelgan va videodagi holat ro'y bergan. Sinov tariqasida yoqilayotgan T2 transformatorimizda yuklamaning ortishi sababli transformator напряжение 110 kilovoltning A fazasida qisqa tutashuv sodir bo'ldi. Ushbu avariyaviy hodisa natijasida Olmazor tumanidagi ba'zi hududlar elektr ta'minotdan vaqtinchalik uzildi. Bu avariyaviy holat 15 minut vaqt ichida qayta tiklandi va elektr ta'minotdan uzilgan mahalla va fuqarolarga elektr ta'minoti bilan ta'minlandi. Bizda kecha do'konlarda o'tirganimizda ish vaqtida portlash sodir bo'ldi. Orqada transformatorlar yana portlab ketdi. Biz yugurib chiqdik, qaradik, o'sha u yog'iga, oloviga guvoh bo'ldik. Hech kimga hech qanaqa zarar yetmadi, do'konlarimizga ham hech qanaqa zarar yetmadi. Kecha sodir bo'lgan avariyada shikastlangan transformator напряжение 110 kilovolt o'rnisiga yangisi olib kelib qo'yildi va hozirda ishchi holatda turibdi. Eng asosiysi, ushbu voqea natijasida hech kim tan jarohati olmagan. Podstansiyada ish davom etmoqda.